Assalomu alaykum. Hurmatli Azizrahmon kanalini kuzatuvchi birodarlar, mana ro'za Ramazon bugun 10-kunda turibmiz. Inshaalloh mana bugun rahmat 10 kunligi tugab, mag'firat oylariga o'tyapmiz. Hammalaringni Alloh mag'firat qilsin, tutgan ro'zalaring dargohda qabul qilsin, yaxshi niyatlaring ro'yobga chiqsin. Mana bugun biz bizdan chiqib bir aylanib chiqib mana Solaka soz ustasi Solakaning uylaridamiz. Bu odamda biz ko'p eshitamiz, taniymiz, lekin kam kelardi. Shu bugun ro'za paytida bir yo'qlab salom alaykum shu odamni bir so'zlash niyatda kelganmiz. Solaka assalomu alaykum. Charchaymay sonlar yaxshimi? Endi odamlarga qiziqda, mana oldimizda soz turibdi. Men garchi soz oldin chalardim, sola olmasam ham, mana o'zi yashagan bobo shu. Albatta endi biz sozga baxtimiz qololmaymiz. Kech kunlarda agar qo'limiz kelib qolsa cholg'on ko'rsatamiz. Solaka sizga savolda, bu san'atga qiziqasiz. San'atni qaysi tur mana o'zingiz bir shug'ullangansiz? Musiqachimisiz, yo ashulachimisiz? Qiziqdi odamlarga bu. Men o'zi haligi Mahmud Tojboyev aytmoqchi, san'atdan yiroq odamman o'zi. Ha. Quruvchiman. Yo'q qarang, qurishman. Quruvchiman. Bu bizni quvada asali Narimonda Ergashaka degan usta bo'lardi. Kim degan? Ergashaka. Ergashaka degan usta. Ha. 72-yilda shunga shohid bo'lganman. U faqat rubob bilan tor qiladi xolos. Ha. Rubob bilan tor qiladi. Qo'yarni qila olmasdi. Chunki buni ustozini ko'rmagan edi u. Ha. Bu qurilishda birga ishlab yurib, qurilish ishlari, imorat sohasida hamma hunarini o'rganib bo'lgan. Kim degan usta edi u? Muhammad Nazir Yunusov. Ha, Muhammad Nasir Yunusov degan. Hozir bormi odam? Yo'q, o'tib ketdi. O'tib ketdi. Endi shu odamni ham 7 yil bo'linqadan, bo'linka 14 yil o'rgandim buni. 14 yil so'z yasashinglar. 7 yil ustada, 7 yil ustada, 14 yil o'rgandim. Sabringizga rahmat. Juda murakkab narsadan. Albatta. Uni bitta shu nimalarni qo'yadianda 1 millimetr adashib bo'lsangiz, bekor so'p bo'ladi-da, gapirmaydi. Endi Solaka sozlarni ko'rib turib, menda bir ko'p savollar paydo bo'lyapti-da. Toshkentda o'sha ustani olib bo'lganda Toshkentda borib dutorni o'rgandim, turk sozini o'rgandim, tamburni o'rgandim, o'zimiz o'zbek g'ichagini o'rgandim. Doira qilishni ham o'rgandim. Borinki endi o'zimiz o'zbek chalg'ug'ini yasaydigan bo'ldim-da. Necha yil bo'ldi shunga? 72-yildan shag'irda. 72 yil bo'lsa 50 yildan oshib ketdi-da. 50 yildan oshib 54, 20, 55 ming, yarim asrdan oshibdi. Bularda birorta begonasi yo'q, tomonidan kelgani yo'q. Hammasi o'zim yasaganman bularni. Birortasi begona emas, hammasi o'zim qo'limdan chiqqan. Buyog'i ham. Endi sizdan ko'proq endi nimalar sozandalar ko'proq tor sotib olsa kerak-da. Tor oladi. Eng ko'pi hozir ashulata mani qo'lda tor, ha? Dutor oladi, soz oladi. Tamburchi oladi. Endi ajoyib nima hayron qolyapman-da. Mana mayta dutorlar, tamburlar rastlashib turibdi. Mana ko'rsatinglar operator, mana dutorlar, tamburlar shunga yaqin borib ko'rsatib keling. G'ichagan bas, kepgan basni ajoyib bir soz turibdi o'rtada. O'zimizning ijodimiz u ham. Buni nomi nima endi? Endi u ham g'ichak aslida. Lekin boshqacha-da, men ko'rmaganman.
Öyle Ancandalı'ya nima yasagan Bobur G'chaga o'xshab qo'yamiz bu narsa. Aslida uning G'chagi u ham. O'zbek G'chagi-da. Ovozi g'ijjakda ovozini beradi. G'chagida ovozini beradi. Endi adashmasam g'ijjakda nimasida qornida do'raniki o'xshagan teri, ana ona. Teri nima qilardi? Chekilini ko'rsat. Ana shu g'ijjak deylardi. Bu menimcha taxtadan qilingan, a? Reperda qovurg'a qilingan. Skripka ko'rmak ekanda, ha, g'ijjak. Bular o'zimiz G'chak nimadan qilingan? Tutdan. Endi Qovurg'asi ham tutdan. bu tomonda ham u oxirida turgan torlar tomonda turgan narsalar ham narga bir paytlar she'rlar cholardi. O'shanga o'xshaydi. Ana shu manzur sozlash. Ha. Milliy sozlar boshami? Manaqadagi nima? Sozda bo'ldimi? Televizorda yondi. Televizordagi nima? Esimda nima? Yo'q. Nima edi? Bu ham men tordi bo'layman. Biz bilolmaymiz. Nola emas. Lola? Nola. Molami? Ha, Mola ismini qarang. Mola deb turib qo'yilganda endi. Milliy tovush beradi-da bu. Ha. Mana bu tanburlar qatorida ham tanburga o'xshamaganroq narsalar ham turibdi. Yo sotamiz. Turk so'zi bu. O'sha turk so'zi? Tanburlarning o'rtasidagi? Ha, turk so'zimi? Ha. Mana ular endi manzur cholyapti. Taqdirlar shogirdi bu. Ha, o'sha cholyapti, Mola. Bunu alırsan? Alıp. Yakın attırdı bak, kelip. Ne olacak? Allah mahsus. Sonra gene anca tanışıp aldık. Bu sanat asarlarımdan sanatta edi bu. Mana Moskovdagi turistlar. Mana Solakani telefonlarda ko'ryapmiz. Buni hunariga qiziqib Rossiyadan, Moskva shahridan kelgan bunaqa surishlarga ko'rib tan berib ketgan ekan. Balkim bu sozlardan sotib ham olib ketishgani bormi? Nimada bor? Tel Avivda, İsrail'de endi biz sanatda qo'llanadi. Tanrı olib ketishgan tanrılar bor. Fransiyada bor. Fransuzlar olib ketishgan. Rasmlarimiz ham bor, Endi bitta men ko'ryapman, sanag'ini ham bilmayman endi. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 martadan bag'da ekan. Bag'da yana bir, bilmayman, 1, 2, 3, 4, 5 undan ko'p diplomlar. Keyin ana u tarelkaga operatorlar ko'rsating, ko'ringan mana u o'zining suratlari. Bular O'zbekistonlik hunarmandlar kelganda uni yaqin nimaga olib ko'rsating operator, o'shalar qaysi yillarda nimaga bergan bir ikkitasi haqida gapirib bering endi bular. Shunday o'zingiz yozib olganingiz yo'qdir. Bular shu 2007-yil boshlangan bo'lsa, 2007-yildan chog'ida qanaqa tadbir bo'lsa chaqirganda endi. Endi hozir yillarga esimdan chiqib qolyapti. Bitta yozilib hammasidayu. 2008dan bor, 13, 14, 15 anaqa ko'p. Bulardan tashqari 3-4 ta bor, undan tashqari Bu nimachi? Bu qilishga berdi. O'zbekistonlik kulollar sizga o'zingiz rasmingizni tushirib o'zingizga sovg'a qilgan, a? Sovg'a qilyapti. Sovg'a yaqin odam ko'rsatdilar. Bemalol uni yaqinlab olavering. Bemalol ko'rinadi shunda. Böyle rahmat. Savodi beri yo'lidagi respublika nimasi, diplomi. Tomonidan berilgan. Ana.
birinchi darajali diplom deb qo'yibdi. Bunisi uni yonidagi bu Milliy bankniki. Ha, ha. Ya'ni qancha nima olishga huquq bergani nimasi. Kredit olgan. Sol aka, rahmat mazmunli suhbatingizga. Bu dunyo o'tkinchi. Yashaymiz, hammani kimdir kasb qiladi, birov duradgorlik qiladi, birov bunaqa bir san'at asarlarini yaratadi, kimdir dehqonchilik qiladi. Bu dunyoda qilgan narsalarimiz tashlab ketadigan narsalar bizdan keyin ham odamlarni eslab turadigan mana shunaqa bir hunarlar. Mana hali bitta gapni gapirdingiz, Mahmud Tojiboyev haqida gapirdingiz. Mahmud Tojiboyev endi yetib kelganda meni ukam hisobda, endi biz opa-ukam bolalarni ukam bo'ladi rahmatli. O'tib ketdilar. ko'p gaplashaman, men Toshkentga qachon oldiga kirardim, men gaplashib o'tirardim, ancha gaplashardik. Mana shu yigitni o'tib ketganiga mana 20-yil o'tgan bo'lsa, 1 yil, 5 yil bo'lyapti. Lekin hanuz nimalarini xalq eshitib, o'sha darsliklardan 63 yilga o'tib ketdi. 20-yili. Yo, 20-yil 63 ga kirganda. Ha, 20-yili 11-iyul kuni. Hech esimdan chiqmaydi o'sha mashhur. Yo, men tug'ilgan yilni biladim, 63 marta. Ha, 63 yoshda endi. Keyin marta xabar keldi, karantin payti biz yana bir ukamiz bilan juda qiynalib bordik. Biz borsak, lekin chiqarchi bo'lgan ekan, endi karantin payti qiyin edi. Abdulloh Xosa qabristoniga qo'yilgan. Alloh rahmat qilsin, eslab qoldik. Undan keyin qizlar o'tdi. Alloh rahmat qilsin, undan keyin ayoli ham bor, bugungi kechlamay o'tib ketdi. Lekin o'sha yigitni mana o'sha aytgan qo'shiqlari, shogirdlariga ko'rsatgan yo'llari qoldi. O'zini o'sha Facebookda, abadiy yashaydi. ha, Facebookda yoki nimada, Instagram saytlarida, YouTube'da kirsa ham bo'ladi. Men har zaman eshitaman. O'sha har bir maqom yo'lida ashulani sharh berib, she'rini tariflab ketgan qiziquvchilar ko'rsa bo'ladi. Endi Sol aka, sizga rahmat bermayman, nima berganingizdan keyin. Kelganda kelib, yerda o'tirib, men robotni olib kelibdi-da, olib chiqarib ko'rib, yasha dedi. Bu nima ish qiladi dedi, imorat ustasimi? Duradgorman o'zi aslida. E'tirof qilaman, imorat solaman. Hiç bununla ben şoğlanmamışım dedi, yok şoğlanmıyor. Biraz çalıştı ham bilmayman, aytishni ham bilmayman. Fakat bunun qiziqaman. Endi Alloh berganda yo'qtirib qo'ygan. Alloh shuni Nima qilib, men dadam temir bilan shug'ullangan odam. Traktor mingan, mashina mingan, yen haydagan. Aynaqa. Alloh yo'qtirgandan keyin. Sol aka, mana mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Agar rozi bo'lsangiz, telefon raqamingizni qo'yib qo'yamiz. Kimga shu so'z buyurtma beradiganlar uchun yoki sotib oladiganlar uchun adreslarini aytib, oxirida telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Bemalol kelaverasizlar. Barcha tomosha qilganlar salomat bo'linglar. Yana mana shu keyingi hafta efir to'lqinlarida uchrashguncha